firmada necha xil sumka ko'rgansizlar? Bizda 15 xildan ortiq sumkalarimiz bor. Bularning narxlarini sizlarni tanishtirib o'taman. Eng kichkina sumkamiz 13 razmerli 50 ming so'm. Keyingisi 19 razmerli sumkamiz, buni narxi 70 ming so'm. Keyingisi tegi plasmasli 19 mana bunaqa ruchkalari borligi, buni narxi 140 ming so'm. Keyingisi 19 razmerli tegi plasmas mana bunaqa kattasi, yelkaga osib oladiganlaringiz ham bor, cho'ntaklari ham yaxshigina bor. Buni narxi 200 ming so'm. Keyingisi buni tegida plasmas yo'q varianti, lekin ruchkalari bor, juda ham ajoyib sumka. Buni narxi 100 ming so'm. Keyingisi ryukzagimiz, hamma o'sha so'ragan ryukzagimizdan yana keldi. Teglari plasmas, o'zi turadi, akalar, mana bunday qo'yib qo'yasiz, o'zi turadi. Narxi 190 ming so'm. Keyingisi mana bunaqa usti ochiq sumkamiz, mana narx cho'tki narxda chiqqan bu narxi ham 150 ming so'm. Mana 150 ming so'm. Keyingisi mana bunaqa elektrikli uchun ichlarida ko'rsanglar bo'ladi, mana bunaqa ochiladi, mana ko'p narsalar solsanglar bo'ladi. Buni narxi 270 ming so'm. Mana bunaqa aeroportda olib yuradigan sumkaga nima deysizlar? Ancha-muncha instrumentlarni sug'orsanglar bo'ladi. Buni narxi necha bo'ladi? 350 ming so'm. Mana bunaqa katta sumkamiz bor. Bunga butun hamma instrumentlarni solsanglar bo'ladi. Buni narxi 420 ming so'm. Oxirgisi mana bunaqa ajoyib jiletimiz ham bor. Jiletimizning narxi 145 ming so'm va poyezga hamma narsalarni solsanglar bo'ladi. Buni narxi 100 ming so'm. 95 ming so'm qilib beramiz obunachilarimizga. Hammasini ko'rdinglar, mana ajoyib sumkalarimiz bor. Bizani Gumbaz bozori A9-do'kon kelib, shularni xarid qilsanglar bo'ladi. Bu videomizni ustalarga tez jo'natib qo'yinglar.